Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Amerika Xitoy məhbuslarını almashtırış hərəkətində 3 Uyğur qoyub verildi. Amerika Xitoy məhbuslarını almashtırış kelishimiga asosan icra qilingan maxfiy harakatda 3 Uyg'urning chet elga chiqishga ruxsat qilingan. New York vaqt gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika amaldorlari oldingi hafta Amerika bilan Xitoy asir almashtirish harakatida Xitoyning 3 amerikalik erni qo'yib berganligini, ularning biri Amerika Federativ tekshirish idorasining uchuvchisi ekanligini, Amerika turmaga qamalgan 2 Xitoy jasus va kam deganda bir Xitoy fuqarosini qo'yib berganligini, ammo mahbus almashtirishning bir qismi sifatida Xitoy 3 Uyg'urni qo'yib berishga qo'shilganligini, ularning biri Amerika fuqarosi ekanligini, ular Xitoydan Amerikaga kelganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, bir hafta ilgari Sharqiy Turkistondagi Xitoy soqchilari tuyuqsiz Oyisha Mahmud xonimning uyiga kelgan bo'lib, ular uningga narsa keraklarini tayyorlab somkaga qachlashni aytgan. Oyisha xonim Xitoy soqchilari uni turmaga yoki jazo lageriga solmoqchi bo'ldi deb o'ylagan. Nurg'un Uyg'urlarga o'xshash tashqi dunyodan aloqasi uzilib qoladiganligi, ba'zida necha yillab oilasiga kelolmaydiganligi xayoliga kelgan. Ammo o'ylamagan yerdan 4 kundan keyin 73 yoshga kirib qolgan Oyisha Mahmud xonim Amerikaning Virginiya shtatida 20 yil ko'rib boqmagan 2 o'g'li va ilgari bir qitimmi ko'rib boqmagan 4 nevrasi bilan jam bo'lgan. Oyisha Mahmud xonimning cho'ng o'g'li Amerikaning Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkal apandi bo'lib, Oyisha xonimning chegaradan chiqishi izchil cheklanib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Bayden hukumati asir almashtirish kelishimining Uyg'urlarga chetishli qismini tixi e'lon qilmagan bo'lib, New York vaqt gazeti bu xabarni tunji qitim oshkorlagan. Ko'p yillardan buyon Amerika amaldorlari Xitoy amaldorlari bilan ko'rishganda Uyg'urlarni tilga olgan bo'lib, Prezident Bayden Xi Jinping bilan bo'lgan 2 qitimliq uchrashishda Oyisha Mahmud xonimni tilga olgan. Bayden hukumati Xitoyning o'zak sanoatiga tixmi ko'p cheklamalarni qo'ydi. Bayden hukumati 2 dekabr harbiy texnika va sun'iy aql texnikasiga kerakli ilg'or o'zaklarni taraqqiy qildirishning oldini olish uchun Xitoyga qarata ilg'or texnika eksporti cheklamalarini kengaytirganligini e'lon qildi. New York vaqt gazetining xabarida bildirilishicha, bu cheklash tadbirlari Xitoyga bir qism o'zak va mashinlarning sotilishini cheklagandan boshqa 100 dan ortiq Xitoy shirkatini savdo cheklamasi tizimiga kirgizdi ekan. Bu harakat Bayden hukumatining yaqinqi 3 yilda Xitoyni dunyodagi eng ilg'or texnikadan ayirib o'tishni maqsad qildigan bir yurish qoida nizomlarini 3-qitim yanglishi hisoblandi ekan. Bu qoidalar yana kelar oyda Donald Trumpning prezidentlik vazifasiga o'ltirishdan ilgari Bayden hukumatining Xitoy texnikasini nishonlagan eng oxirgi tadbiri bo'lishi mumkin ekan. Amerika savdo ministri Raymondo yakshanba kunidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarga bu harakat Amerikaning Xitoyning harbiy ishlarini zamonaviylashtirish eng ilg'or o'zak ishlab chiqarish iqtidoriga buzg'unchilik qilish uchun qo'llangan eng qattiq kontrol tadbirlariga vakillik qiladi. Hukumat mutaxassislar, kasb sohasidagilar va ittifoqdoshlari bilan yaqindan hamkorlashib, bu harakatning davlat bexatarligini qo'g'dishiga, shundoqla kutilmagan savdo oqibatini eng tuvan chekka tushirishga kafolatlik qiladi degan. Amerika davlat bexatarlik xodimlarining aytishicha, Xitoyning ilg'or kompyuter o'zigini setib olish va ishlab chiqarish iqtidori Amerikaga tahdid elib keladi ekan. Bu o'zaklar tor hujumi qo'zg'ash, yangi qurol lohiyalash, kuzatish sistemasi barpo qilish va armiyaning chet el hujumiga to'g'ri va tez inkas qaytarish iqtidorini yuqori ko'taradigan sun'iy aql va darajadan tashqari kompyuterni harakatlantirishda intayin muhim ekan. Xitoy o'z fuqarolarini Suriyadan tezdan chekinib chiqishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian 2 dekabr qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida muxbirning aloqador savoliga javob berib, Xitoyning Suriyada turishliq elchixonasi bexatarlik ogohlantirishi chiqarganligini, navbatdagi Suriya vaziyatini ko'zda tutib, Xitoylarning tezdan chekinishi kerakligini talab qilganligini bildirdi. Lin Jian Xitoyning Suriya xavfsizlik vaziyatining o'zgarishiga diqqat qilganligini, Xitoyning Suriyada turishliq elchixonasi bexatarlik ogohlantirishi chiqarib, shu joydagi hukumatdan Xitoy fuqarolari va organlarining bexatarligiga kafolatlik qilishini talab qilganligini bildirgan. U so'zida, biz yana Suriyadagi Xitoy fuqarolariga bexatarlik oldini olish tadbirlarini yanada kuchaytirib, tezdan chekinish yoki nisbiy bexatar rayonga yo'tkilishni eskartimiz dedi.
Eng yangi xabarda ma'lum bo'lishicha, Suriyaning Xama o'lkasida shahar markazidan 6 kilometr yiroqdagi Bashar Asad hokimiyati kuchlari bilan to'qnashgan hokimiyatga qarshi qurolli guruhlar yana 6 o'ltiraq rayonni kontrol qilgan. İdlibdagi Rossiya urush aeroplanlarining hujumida necha 10 odam hayotidan ayrilgan bo'lib, Latakiyada majburiy askar qabul qilishni kuchaytgan hokimiyat Tartus o'lkasi va Latakiyaning Banyas va Sebil rayonida o'q va qurol tarqatishga boshlagan. Suriyadagi Bashar Asadga qarshi qurolli guruhlar Halab va Idlib o'lkasidan keyin davomli ilgirlab, Hama o'lkasidagi 16 o'rinni egallagan. Halabning shahar markazi va butun Idlib o'lkasining ko'p qismini Bashar Asad armiyasidan qaytarib olgan qurolli guruhlar yana Idlibning janubidagi hokimiyat kontrolidagi Xamani, Selim, Ilzaka, Beridik, Kubbayn, Tel Melih qatorliq joylarni egallagan. Germaniya tashqi ishlar ministri Xitoyni tanqid qildi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitoy ziyoratidan ilgari Xitoy hukumatini tanqid qildi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitoyning Ukraina urushida Rossiyani qo'llaydiganligiga norozilik bildirib, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lish sifatida dunyoning tinchligi va bexatarligi uchun mas'uliyatni ustiga olishning o'rniga Rossiyaga iqtisod va qurol-yarog' yordam qilib, Yevropadagi asosiy manfaatimizga qarshi chiqyapti, dedi. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin boshlagan Ukrainaga tajovuz qilish urushining tinchlikqa tahdid ekanligini ta'kidlab, Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizda ko'rmasga salolmaydigan haqiqatlar Bejingda muzokara qiladigan temalarimning birisi, dedi. U Xitoy bilan adil raqobat va teng barobar bo'lgan shartlarni shakllantirish masalasida huquqli bo'lgan Yevropa Ittifoqi komitetini qo'llaydiganligini bildirib, Germaniya va Yevropa sanoatiga ziyon soladigan xalqaro qoida prinsiplarga xiloflik qilganlarga kamchilik qila olmaymiz, dedi. Yevropa Ittifoqi Ukrainani davomli yordam bilan ta'minlaydiganligini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi kengashi boshlig'i Antonio Costa Ukrainani insonparvarlik, iqtisodiy va harbiy yordamlar bilan davomli ta'minlaydiganligini, Ukrainaga yilning oxirigacha 4,2 milliard yevroluk qo'shimcha yordam berish orqali kelar yilmi muntazam manba bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, yangi vazifaga o'ltirgandan keyin tunji ziyoratini Ukrainadan boshlagan Antonio Costa Vladimir Zelenskiy bilan birga axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, u biz vazifaga o'ltirgan tunji kuni Yevropa Ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Kaja Kallas, shundaqla Yevropa Ittifoqi kengaytirish ishlari komissari Marta Kos bilan birlikda poytaxt Kiyevda edik, degan. Hamda buning Yevropa Ittifoqining Ukrainani qo'llayotganligining ifodasi ekanligini bildirgan. Antonio Costa Rossiyaning 2022-yili fevraldan buyon Ukrainadagi ommaviy ul aslahalarga shundaqla energiya sistemlariga davomlashtirayotgan hujumlarini insoniyatga xilof deb ta'rifladi. Hamda Yevropa Ittifoqining urushning dastlabki kundan boshlab Ukrainaning yanida turib kelganligini va buni davomlashtirganligini ta'kidladi. Costa Ukrainani insonparvarlik, iqtisodiy va harbiy yordamlar bilan ta'minlashni davomlashtirganligini, keyingi oydan boshlab butun bir yilda har oy 1,5 milliard yevro yordam berishni planlayotganligini va bu pulning Rossiyaning to'ng'itilgan boyliqlaridan qo'lga keltirilganligini hamda harbiy maqsadlar uchun ishlatishga bo'ladiganligini aytgan. Antonio Costa Rossiya iqtisodiga bo'lgan besimni oshirganligini tilga olib, biz Putinning hokimiyatiga qarshi 15-qitimliq embargo planini tayyorlayapmiz, degan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.